Diqqat, O'zgidromet ogohlantirmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Oylik, haftalik va kunlik ob-havo ma'lumotidan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 17-22 dekabr kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sababli respublikaning tog'li hududlarida, shu jumladan Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyatining Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal tumanlarida, Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlari, Chortoq tizmasi tog'lari, Namangan viloyatining Pop tumanida qor ko'chish xavfi e'lon qilinadi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi markaz xabarida. Siz bugun o'z kanalda edingiz. Kanalimizga obuna bo'ling va bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.